Hammaga salom. Bugun sizlar bilan Robloxdagi eng zo'r youtuberlarni ko'rib chiqamiz. Qanday boshladik. Birinchi bizning youtuberimiz Java Game degan bitta blogerimiz, ota bola. Videolar Roblox bo'yicha millionlab prosmotri bor va blog suratisi birinchi marta olgan blogerlardan biri. Bemalol ularning kanaliga o'tib, har xil o'yinlarni qanaqa o'ynashayotganini ko'rishingiz mumkin. Montaj normal ishlanadi, videolar yarim soatlik videolar ham bor. 15 minutlik, 5 minutlik videolar ham bor. O'zingizlar xohlagan o'yinni menimcha topib olasizlar deb o'ylayman. Keyingi bizning blogerimiz Roma aka Live. Bu to'g'ri bloger emas, streamer, ammo Roblox streamlari juda ham zo'r va men maza qilib ko'raman. Agar sizlarga Roblox streamlar qiziq bo'lsa, eng zo'ri Roma aka Live da. Keyingi bizning blogerimiz Oripov Play. Bularni videolar to'g'ri Roblox bo'yicha emas, ammo streamlari Roblox bo'yicha ham zo'r. Prosmotrlari zo'r. Agar sizlarga yana Roblox streamer birga o'ynashga kerak bo'lsa, Oripov Play zo'r. To'g'ri. Streamlar Roblox bo'yicha birga o'ynash kerak bo'lsa, Oripov Play kanaliga kirib bemalol streamlarni ko'rsatib bo'ladi. Streamlar bir oyda bo'lib turadi. Ko'p bo'lmaydi, bir oyda bir marta, qisqa, ammo bitta zo'r stream bo'ladi. Mana sizlarga bonus kanallar. Do'stlar, mana shunday qisqagina blogerlar haqida video chiqdi. Agar kattagina har bitta bloger haqida video chiqarishni xohlasanglar, bu videoga albatta like bosinglar va kommentar yozinglar qaysi bloger haqida video chiqarishi. Faqatgina blogerlar haqida video chiqarmayman, prosta bu bilmaganlar uchun o'zbek Roblox YouTube'i qanchalik zo'rligi, kattaligi va qancha bloger borligini ko'rsatish maqsadida qilingan videorolik bu. Mayli, hammaga xayr, salomat bo'lib yuringlar, kasal bo'lmanglar. Hammaga xayr.